Ko'pchilik kvartira sotib olganda yoki remont boshlayotganda go'zalligiga, chiroyiga uchadi. Lekin ishoning, eng muhim narsa bu chiroy emas. Aslida eng muhim narsa bu uydagi har kungi qulaylik, ergonomika va sizni ko'zingiz ilg'amaydigan detallar hisoblanadi. Ismim Mansur, 5 yildan beri dizaynerlik bilan shug'ullanaman. Bugun sizlarga misol tariqasida Toshkent shahrida joylashgan 60 kvadrat metrdan iborat bo'lgan 2 xonali kvartirani ko'rsataman. Bu kvartiramiz zamonaviy minimalizm uslubida to'liq patkulush topshirilgan. Sizda savol tug'ilishi mumkin, nega aynan 2 xonali kvartirani tanladik? Sababi juda oddiy. Bugungi kunda O'zbekiston sharoitida 2 xonali uy yashash uchun eng qulay, narxi jihatdan ham hamyonbop hisoblanadi. Qisqacha aytganda, siz minimum xarajat bilan maksimum qulaylikka erisha olasiz. Yosh oila yashashi uchun ham, investitsiya qilib ijaraga berish uchun ham bu optimal variant hisoblanadi. Xullas, bu xonadonni remontidan tortib, to kirib yashashingiz uchun qancha xarajat ketishi va uyda qanaqa qilib qulay, mukammal yashash muhitiga erishish to'g'risida video davomida batafsil ko'rib chiqamiz. Xonalarda asosan qulaylik va iliqlikka urg'u berdik. Polda archa uslubida terilgan yog'och teksturali tarketlardan foydalanganmiz. Bu ham chiroyli, ham uyga tabiiylik hissini beradi. Tarketimiz sifatiga va narxiga to'xtaladigan bo'lsa, 12 mm li suvga chidamli variantini tanladik. Narxi 1 kvadrat metr uchun $14 dan 45 kvadrat metr ketdi va bu $630 bo'ldi. Devorlarda 2 xil tekstura ishlatganmiz. Yog'och effektini beruvchi bambuk panellar va silliq emulsiyalangan yuzalar. Bambuk panellarini ham iloji boricha tabiiy teksturasini tanlaganmiz. Yopishtirish uchun kley va profillari bilan $625 ga tushdi. Devor rangiga keladigan bo'lsa, beli pisok, ya'ni oq qum rangidan foydalanganmiz. Sifatli va mo'yishi emulsiya ishlatdik. Sababi uyi 60% qismi emulsiyalangan devorlardan tashkil topgan va ular uzoq yil xizmat qilishi kerak. Yog'och va oq qum kompozitsiyasi uyga premium va zamonaviy ko'rinish beradi. Ko'zni umuman charchatmaydi. Bu uyni boshqalardan ajratib turadigan narsa aynan detallar hisoblanadi. Yashirin, skriti eshiklar devor bilan bir tekis va bir xil rangga bo'yalgan. Bu vizual tozalik beradi. Skriti eshik bilan oddiy eshikning farqi interyerda yaqqol seziladi. Sifati va narxi ham oddiy eshikka qaraganda qimmatroq albatta. Eshiklar Domus brendidan olingan. Eshiklarimiz donasi, detallari o'rnatilishi bilan $500 ga tushdi. Bizda umumiy 4 ta eshik bor va bu $2000 bo'ldi. Endi interyerdagi eng zamonaviy yechimlarga keladigan bo'lsak, poldagi tinivoy, ya'ni soyali plyuntuslarga e'tibor bering. Xuddi devor havoda muallaq turgandek effekt beradi. Pol bilan devorni faqatgina soya ajratib turadi. Bu xonada o'zgacha premium ko'rinish bag'ishlaydi. Umumiy 50 metr shunaqa plyuntus ishlatdik. Metr $6 dan jami $300 ga tushdi. Profilini brendi profillaridan foydalanganmiz. Poldagi bu zamonaviy yechimni patologlarda ham davom ettirdik. Ya'ni devor bilan patolog birlashgan joyga hammaga tanish bo'lgan oddiy tegalar o'rniga zamonaviy soyali profillardan ishlatdik. Bu interyerni yengillashtiradi. Xonani vizual jihatdan balandroq ko'rsatadi. Uyga jami 72 metr ketdi. Metri $4 dan hisoblaganda umumiy $288 bo'ldi. Ishoning, aynan shunaqa mayda detallar oddiy ish bilan professional ishni ajratib turadi va uyingizni haqiqiy premium darajaga olib chiqadi. Lekin eng zo'r remontda ham yorug'lik noto'g'ri qilingan bo'lsa, umumiy ko'rinishni buzib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu loyihada yoritish tizimlariga alohida e'tibor qaratdik. Asosiy yorug'lik uchun tirik chiroqlardan foydalanganmiz. Bu tizim yordamida yorug'likni xohlagan zonangizga yo'naltirishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi darajali yorug'lik sifatida devori bir tarafida limon rangli podsvetkalar o'rnatdik. Tasavvur qiling, kechqurun asosiy chiroqlarni o'chirib, faqat podsvetkalar yoqib qo'yilsa, uyda yumshoq, ko'zni umuman charchatmaydigan, dam olish uchun ideal atmosfera hosil bo'ladi. Lyustralar bo'lsa, xonada yana ham ko'p beruvchi asosiy dekorativ element sifatida ishlayapti. Uydagi shinam muhitni to'ldirib turadigan, ayniqsa ayollarimiz qattiq e'tibor beradigan yana bitta detal bor. Bu albatta pardalar. Pardalarning rangini ham uyni umumiy dizayn rangidan kelib chiqqan holatda tanladik. Eng asosiy jihati, pardalarning karnizi shunchaki devorga ilinmagan, balki patologdagi maxsus chuqurga joylashtirilgan. Shunda patologimiz ancha baland,
xona bo'lsa bir butun ko'rinadi. Ana endi kvartiramizni planirovkasiga to'xtalsak. Bizni ishni boshlashimizdan oldin uy xonalari devor bilan bo'lingan holatda edi. Lekin mijozimiz devorlarni o'zgartirmagan holatda dizayn qilishni so'radilar va biz buni amalga oshirdik. Ko'chadan kirishimiz bilan to'g'rida oshxona, o'ng qo'l sanozil, chap qo'lda bo'lsa mehmonxona va yotoqxona joylashtirilgan. Keling ostonadan boshlaymiz. Uyga kirishingiz bilan grazniy zona, ya'ni oyoq kiyim yechiladigan hududga qadam qo'yasiz. Qoidaga ko'ra bu hudud uyi boshqa qismlaridan vizual tarzda ajratilgan bo'lishi shart. Imkoni bo'lsa betga kafil ishlatishni maslahat beraman. Betga biza 120 ga 60 formatdagi sifatli keramogranitlardan foydalanganmiz. Sababi juda oddiy. U namlikka chidamli, tozalash juda oson. Eng asosiysi tagida to'pli pol tizimi o'rnatilgan. Qishda ko'chadan sovuq yeb kirganingizda bu sizga ajoyib iliqlik beradi. Sizlarga bitta kichkina maslahat, xonadonda bo'ladimi, kvartirada bo'ladimi, agar polga kafil ishlatadigan bo'lsangiz, albatta tagiga to'pli pol tizimi o'rnating. Bu juda ham yoqimli hissiyot va komfort beradi. Ana endi ayollarimiz ko'p vaqtini o'tkazadigan joy, oshxonaga kiradigan bo'lsak, bu yerda ayollarimiz ishi yengil bo'lishi uchun ish uchburchagiga, ya'ni ergonomikaga alohida e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni kirishga yaqin xolodilnik uchun joy tashab ketganmiz. Undan keyin mahsulotlarni olib yuvish uchun rakvina, mahsulotlarni tayyorlash uchun ish hududi, ya'ni rabochiy zona va ovqat pishirish uchun gaz plita joylashtirilgan bo'lishi kerak. Bu ketma-ketlik to'g'ri bo'lsa, ovqat pishirish jarayoni 20% dan 40% gacha osonlashadi. Ovqat pishirish jarayonida yana bir e'tibor beriladigan jihat bu yorug'lik. Shuning uchun ham oshxona farqi qismida podsvetka bo'lishi shart. Bu ham chiroyli bo'ladi, ham ayollar ishi ancha yengillashadi. Gaz plita, mikrovalnovka, duxovka, kirmoshina kabi texnikalarni Sevintage brendi mahsulotlaridan foydalanganmiz. Oshxonadagi eng nozik narsalardan bittasi bu ventilyatsiya. Bilasiz, o'zbekchilik, biza yog'li, qo'rma ovqatlarni pishirishni, yeyishni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun ham deyarli hamma loyihalarimizda bitta gaz plitani ustidagi vitishka bilan chegaralanmasdan patologga ham qo'shimcha vitishka o'rnatib beramiz. Shunda oshxonamiz hidlanib ketmaydi va boshqa xonalarga ham ovqat hidi chiqmaydi. Mana, mehmonxonaga ham yetib keldik. Ya'ni, men hozir o'tirgan joyga. Bilasizmi, uyga remontini ochib beradigan narsa bu mebel. Shuning uchun ham biz mehmonxonaga uyi dizayniga mos, zamonaviy ko'rinishli, funksional divan oldik. Kunduz kuni o'tirib televizor ko'rishga, mehmonlarni ham kutishga juda ham qulay. Kechqurun bo'lsa bitta oson harakat bilan kravat holatiga aylanadi. Bolalar, mehmonlar yotib bemalol uxlasa bo'ladi. Kvartira 60 kvadrat metr bo'lgani uchun har bitta kvadrat metrdan unumli foydalanishga harakat qildik. Ham joy tejaldi, ham uyga chiroyi ochildi. Bu divan bizga $1000 tushdi. Patolog markazidagi lustraga e'tibor bering. Xonadagi asosiy dekorativ element sifatida ishlayapti. Mehmonxonaga zamonaviy ko'rinish berib, xonani ochib beryapti desa ham xato bo'lmaydi. Bu lustra bizga $220 tushdi. Endi yotoqxonani ko'rib chiqsak. Bu xonadagi eng muhim narsa bu kravat. Kravat noodatiy, ya'ni xuddi havoda muallaq turgandek ko'rinadi. Bosh tarafiga podsvetka o'rnatganmiz. Agar kechki payt faqat podsvetka yoqib qo'yilsa, bu juda ham yoqimli va chiroyli ko'rinadi. Kravat tagiga solingan gilam siz uyqudan uyg'onib oyoq bosganingizda sizga yoqimli hissiyot beradi. Bunaqa sifatli gilamlarni sak gilamlaridan olishni maslahat beraman.
Kiyim shkaflarining rangini ham xonaga mos qilib tanladik. Yonginasida ayollar bo'yanishi uchun joy va albatta oyna o'rnatdik. Tortmalar ustidagi yog'och teksturalarni polka sifatida xona oxirigacha davom ettirdik. Bu ham xonaga zamonaviy ko'rinish beryapti. Oxirgi manzilimiz sanuzel. Osma, ya'ni installyatsiyaviy unitaz o'rnatdik. Bu ham vizual chiroyli ko'rinadi, ham tegini tozalash oddiy unitazga qaraganda ancha oson bo'ladi. Lekin installyatsiya qo'yilgani hisobiga devor 20 sm oldiga chiqib qoladi. Bu 20 sm joyi biz shunchaki yopib bormadik. Undan shkaf va dush uchun noodatiy polka sifatida unumli foydalandik. Sanuzulda havo aylanish tizimi, ya'ni vitishkaga qattiq e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Kichkina maslahat, vitishkani devorga emas, patologga o'rnating. Shunda effekti ancha yaxshi bo'ladi. Men hamma obyektlarimda imkon qadar patolochniy skriti vitishkalardan foydalanaman. Bu ham zamonaviy ko'rinadi, ham effekti juda yaxshi bo'ladi. Video davomida qisman xarajatlarni aytib o'tdim, ana endi umumiy xarajatlarga yetib keldik. Qora suvoqdan to shu holatiga kelgungacha remont, mebel, texnika, parda gilamlari bilan umumiy $24,000 pul ketdi. Shundan mebellar uchun $3,500 ketdi. Elektrik, santexnik, malyarka, umumiy usta xarajatlarimiz, ya'ni usta ish haqqimiz $6,000 bo'ldi. Endi $24,000 60 kvadratga chaqadigan bo'lsa, har bir kvadrat metr uchun $400 dan aylanyapti. Ochig'i, premium detallar va nozik tit bilan qilingan remont uchun bu summa o'zini 100% oqlaydi. Uy egasi kiyim-kechagi bilan kelib yashab bersa bo'ldi. Qolgan hamma ishni jamoamiz bilan o'z zimmamizga olib bitirib berdik. Agar sizni ham uyingiz zamonaviy va eng muhimi qulay bo'lishini xohlasangiz, bu ishni o'zini mutaxassislariga topshiring. Agar bizning xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin yoki Telegram orqali bizga bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari oilalarda kimdir kelajakda aynan shunga o'xshash loyihalarni amalga oshirishni niyat qilib, interyer va eksteriyer sohasini noldan mukammal o'rganishni xohlasa, dizipro.uz saytiga murojaat qilib, kurs haqida batafsil ma'lumot olish mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi eksklyuziv loyihalarda ko'rishguncha xayr.